Yengilmas aql kitobiga savollar. Aqlim doim xavotir bilan band bo'lsa, qanday qilib uni yengilmasga aylantiraman? Yengilmas aql bu xavotirsiz aql emas. Bu xavotirga qaramay qaror qabul qilishni o'rganib bo'lgan aql. Aqlning kuchi xotirjamlikda emas, unga qaramay harakatda. Qo'rquvni inkor etma, uni kuzat, tan ol va baribir oldinga yur. Agar hayot meni doim sinovga solayotgan bo'lsa, bu men noto'g'ri yashayapman degani emasmi? Yo'q, sinovlar noto'g'ri yo'l belgisi emas. Ular o'zingni anglash yo'lidagi majburiy bekatlar. Yengilmaslik bu qiyinchilik yo'qligi emas. Bu ularning oldida cho'kmaydigan ruh holatidir. Yengilmas aql degani sovuqqonlik bilan yashashmi? Yo'q, bu sovuqlik emas. Bu ichki haroratni boshqarish san'ati. Yengilmas aql his tuyg'ularni bostirmaydi, balki ularni idrok qiladi va ularni ustidan ong orqali rahbarlik qiladi. Bu aql va yurakning birlashgan ittifoqidir. Men har safar omadsizliklarga uchrasam, ichimda nimadir sinadi. Yengilmas bo'lish bu sinmaslik degani emasmi? Yo'q, yengilmaslik bu sinmaslik emas. Har gal sinib, qayta yig'ila olish qobiliyatidir. Har bir qulashda sen yengillanasan. Asl kuch aynan shu qobiliyatda. Sinish bu mag'lubiyat emas, bu o'sish nuqtasi. Odamlar meni tushunmayotganda qanday qilib ichki kuchimni yo'qotmaslik mumkin? Sen yengilmas bo'lish uchun tushunilishing shart emas. Tashqi tasdiqqa bo'lgan ehtiyojni qo'yib yuborganingda sen ichki mustahkamlikka erishasan. Bu ozodlikning eng yuqori shaklidir. Yengilmas aql degani muammolarni e'tiborga olmay yashash degani emasmi? Yengilmas aql muammolarni inkor qilmaydi. U ularni obyektiv ko'radi. Har bir muammo bu qaror qilish, o'zgarish kiritish va o'zingni o'stirish imkoniyati. U har bir muammoni mana bu mening navbatdagi zinapoyam deb qaraydi. Qanday qilib dunyoga qarshi emas, o'zim bilan ittifoqda yashashni o'rganaman? Sen o'zingga qarshi urushni yuta olmaysan. O'zingni ittifoqchi sifatida ko'rganingda dunyodagi qarshiliklar o'z kuchini yo'qotadi. Yengilmas aql bu o'ziga qarshi emas, o'zi bilan yonma-yon yashash san'atidir.